O Dünya. Abduri Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Dozaqqa yiqilg'u bo'ladigan tunji insonlar. Dozaq Alloh taolo uni yaratgandan boshlab davomli kuyib, yalqinjab turibdi. Dozaq ahliga g'azablanganlikdan yerilib ketishga tas qoladi. Qiyomat kuni Alloh taolo ilgirkilardan va keyingilardan hisob olgan chaqda dozaqqa yiqilg'u bo'ladigan birmuncha insonlar keltiriladi. Ular boshqalardan ilgari dozaqqa tashlanadi. Undaqda ular kimlar? Ularning gunohi nima? Amallarning qabul bo'lishining asli sharti ashu amalda Allohga ixlos qilish, shariatga agishish va amalning riyodan va bid'atdan xoli bo'lishidir. Agar inson amallardan, riyodan va bid'atdan yiroq bo'lsa, nijot topadi. Rivoyat qilinishicha, Shufay al-Asbahi dediki, "Men Madina masjidiga kirdim. Masjidda bir odamning atrofiga birmuncha insonlar o'g'lishyapti. Men bu kim deb so'rasam, ular Abu Hurayra dedi. Men uningga yaqinlashib, uning oldida o'ltirdim. U kishilarga so'zlab beryotdi. U so'zini tugitib, ayrim qolgan chaqda uningga "Sizdan haqni so'raymanki, men sizlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan anglab tushungan va bilib olgan qandoqligi bir hadisni so'rsam deb bersizlar" degan edim. Abu Hurayra "Men senga Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga so'zlab berganda, men tushungan va bilib olgan bir hadisni so'zlab beraman" dedi. Ondan yig'lab soldi. U bir oz turib oldi. Uningdan keyin asliga kelib, "Men senga Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga so'zlab bergan bir hadisni so'zlab beraman. O chaqda men o zot bilan bu uyda edik. Ikkimizdan boshqa hech kim yo'q edi" dedi. Ondan yana yig'lab ketdi. U bir oz turib oldi. Uningdan keyin asliga keldi va yuzini silib etib, "Men senga Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga so'zlab bergan bir hadisni so'zlab beraman. O chaqda men o zot bilan bu uyda edik. Ikkimizdan boshqa hech kim yo'q edi" dedi. Ondan yana qattiq yig'lab noli faryod qilib soldi va yan tarafiga sal singayan bo'lib, hushidan ketishga tas qoldi. Ondan u asliga keldi va dediki, "Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga mundoq so'zlab bergan edi. Haqiqatan Alloh taolo qiyomat kuni bo'lganda bandalarning orasida hukm qilish uchun tushidi. Hamma ummatlar tizlanib o'ltirdi. Alloh taolo chaqiradigan tunji insonlar Qur'onni yodlagan kishi, Alloh yo'lida o'ltirilgan kishi va mol dunyosi ko'p bo'lgan kishidir. Alloh taolo Qur'on o'qigan kishiga "Men Rasulum sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan narsani sana o'rgatmadimmi?" deydi. U "Shundoq ey Rabbim" deydi. Alloh "Mening o'rgatganlarimga qandoq amal qilding?" deydi. U "Men kech-kunduz har vaqt Qur'on o'qigan edim" deydi. Alloh tabaraka va taolo "Sen yolg'on aytding" deydi. Farishtalarmi "Yolg'on aytding" deydi. Va Alloh "Balkim sen paloni qari ekan desin" deganni ko'zlagan eding. U so'z deyilib bo'ldi deydi. Ondan Alloh buyurdi. U yuzichi so'rilib do'zaxga tashlanadi va mol dunyoning egasi keltiriladi. Alloh uningga "Men senga rizqingni kengri qilmadimmi? Hattoki seni birarsiga muhtoj bo'ladigan darajada tashlab qo'ymadim" deydi. U "Shundoq ey Rabbim" deydi. "Senga ato qilganlarimga qarata nimalarni qilding? Men sil rahim va sadiqa qilgan edim. Sen yolg'on aytding. Farishtalarmi yolg'on aytding" deydi. Va Alloh "Balkim sen paloni saxiy ekan deyilishni ko'zlagan eding. Bu so'z deyilib bo'ldi" deydi. Ondan Alloh buyurdi. U yuzichi so'rilib do'zaxga tashlanadi va Alloh yo'lida o'ltirilgan kishi keltirilib uningga "Nima haqida o'ltirilgan eding" deyiladi. U "Men sening yo'lingda jihad qilishga buyurilgan edim. Men toki o'ltirilguncha urush qildim" deydi. "Sen yolg'on aytding. Farishtalarmi yolg'on aytding" deydi. Va Alloh "Balki sen paloni bek botirkan deyilishni ko'zlagan eding. Bu so'z deyilib bo'ldi" deydi. Ondan Alloh buyurdi. U yuzichi so'rilib do'zaxga tashlanadi. Abu Hurayra dedi. Ondan Nabiy sallallohu alayhi va sallam mening tizimga urib turib, "Ey Abu Hurayra, ashu 3 turli kishi qiyomat kuni do'zax o'ti tunji tutashtiriladigan Allohning maxluqotlaridir" dedi. Bu hadisning ma'nosi Shufay al-Asbahi degan kishi Abu Hurayradan bevosita Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan anglagan bir hadisni so'zlab berishni so'ragan. Shuning bilan Abu Hurayra Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan anglagan bir hadisni eslagan. Bu amallarda ixlos qilmagan insonlar uchun tahdid kelgan va ularning qiyomat kuni do'zaxning tunji yoqilg'usi bo'lganligi tilga ilingan hadis edi. Abu Hurayra o'ziga qarata niyati va ixlosidan qo'rqib, necha qatim yig'lab qattiq esadab ketgan. Ondan sal singayan bo'lib, hushidan ketishga tas qolgan.
Onundan keyin o'shiga kelib, "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan anglagan bir hadisni sana so'zlab beraman" degan. Bu hadis niyatning ulug'ligiga va amallarda Alloh taolo uchun ixlos qilishning bek muhimligiga dalolat qiladi. Shuning uchun bandiga har vaqt niyatini ruslab turishi va nafsidan hisob elib turishi vojib bo'ladi. Yo'ritma. Ixlosmand kishi yomon amallarni yo'shirgandek, yaxshi amallarini yo'shiradigan kishidir. Sodir qilg'uvchisiga do'zax va'da qilingan gunohlar. Alloh taolo anbiyolarni bishorat berguvchi va ogohlantiruvchi qilib avatdi. Payg'ambar havoyi havasi bilan so'zlamaydi. Uning so'zlaganlari uningga Alloh tarafidan qilingan vahiydir. Gunohlar turli bo'lib, ularning ichida Alloh taolaning haqqiga aloqador va bandalarning haqlariga aloqador gunohlar bor. Hamma narsa cho'ng-kichik hammani ayirib qo'ymay yozib mangan kitobga xotirlangandir. Bu yerda bir turli gunohlar bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bularning bak xatarlik ekanligini va uni qilg'uvchilarning ahvolining bak yomon bo'lganligini bayon qilib berdi. Undaqda bu gunohlar qaysilar? Uni qilg'uvchilar kimlar? Nima uchun bu gunohlar boshqalardan xatarlik bo'ladi? Rabbimiz Alloh maxfiy sirlarning hammani bilib turg'uchidir. U zot hukm qilishda eng adil va talash-tartish qilganlarning orasini ayirishda eng olimdir, eng tez hisob olg'uchidir va eng adil hukm qilg'uchidir. Qattiq ogohlantirilgan bo'lsa-mu, kishilar orasida keng tarqalib ketgan gunohlarning qatoridan birinchi nohaq hukm qilguvchilar. Alloh taolo shariatni insonlarning odilligini barpo qilish uchun tushirdi va bandalarni odil bo'lishga buyurdi. Jimi xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil-rahim qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sadi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga pand nasihat qiladi. Nahl surasi 90-oyat. Kimga ayirish va hukm chiqarish ishlariga ega qilingan bo'lsa, andin hukmda boshqalarga zulm qilgan bo'lsa yoki para va boshqalarning haqlarini yegan bo'lsa, do'zaxga loyiq bo'lar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qozilar 3 turlik bo'lib, birisi jannatda, ikkisi do'zaxda bo'ladi. Jannatda bo'ldig'ini haqni bilib, haq bilan hukm qilgan kishidir. Haqni bilib, nohaq hukm qilgan kishi do'zaxda va kishilarga bilimsizlik bilan hukm qilgan kishimi do'zaxdadir degan. Ikkinchi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning nomidan hadis to'qish. Hadislarni to'qib chiqib, uni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga nisbat berish eng chong gunohlardandir. Agar hadis to'qimoqchi bo'lganlar uchun saha echib qo'yilgan bo'lsa, shariat ahkomlari qalayma-qallashib, dinning ishlari buzilib ketgan bo'ladi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining nomidan hadis to'qiganlarni qattiq ogohlantirib, "Menga yolg'onni chaplamanglar. Menga yolg'onni chaplagan kishi jahannamga kirgay" degan. 3. Nahaq odam o'ldirguchi. Odam o'ldirish cho'ng gunohdir. Qiyomat kuni insonlar orasida tunji bo'lib hukm chiqariladigan ish qonlar borasida bo'ladi. Haq taolo aytadi: "Kimki bir mu'minni qasddan o'ldirdi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi." Nisa surasi 93-oyat. Hadisda kelishicha, agar ins jinlar hammasi bir mu'minni o'ldirish uchun hamkorlashgan bo'lsa, Alloh ularning hammasini do'zaxga yuziga tashlagan bo'ladi. Haqiqatan Alloh qotilga va uni buyrug'iga jannatni harom qildi. 4. O'sim yeguchilar. Islom dini hayotlikning dini, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa hamma taraflarni radga solish uchun kelgan din bo'lib, o'sim yeyishni harom qilganligi buning qatoridandir. Alloh taolo aytadi: Allah savdo satiqni halol qildi, jazonini badalsiz bo'lganligi va shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz-nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilingandan keyin uningdan yansa, burun olgani o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Baqara surasi 275-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam halokatga aparg'uvchi 7 turlik ig'ir gunohdan saqlaninglar deganda ashabilar: "Ey Rasululloh, ular qaysilar?" deb so'ragan edi. U zot: Allohga sherik keltirish, sehr qilish, Alloh o'ldirishni harom qilgan odamni nohaq o'ldirish, o'sim yeyish, yetimning millini yavalish, jangi yurish kunida qachish va yomon ishdan bexabar mu'mina ayollarga bo'hton chaplash dedi. 5. Boshqalarning mol-mulkini nohaq yavalish. Boshqalarning mollarini nohaq yo'llar bilan yavalish, uni qilgan kishi do'zaxga kirishga loyiq bo'ladigan cho'ng zulmning qatoridandir. Haq taolo aytadi: "Ey mu'minlar,
Bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazonaxo'rlik, qimor o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yevolmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo-sotiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Kimki chekdan eshib va zulm qilib, uni, ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizimiz, bu Allohga osondir. Nisa surasi 29-30 oyatlar. 6. Zolimlarga moyil bo'lish. Zulmning oqibati baxatarlikdir. Alloh taolo zulmni o'ziga harom qildi va maxluqotlari orasidami bir-biriga zulm qilishni harom qildi. Boshqalarning rizqlariga, yuz obro'ylariga va vazifalariga zulm qilish haromdir. Zolimlarga yordam berish va ularga moyil bo'lish bo'lsa, gunoh va dushmanlikka hamkorlashganlik bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Zolimlarga moyil bo'lmanglar. Moyil bo'lsanglar, do'zax azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Andan keyin hech yordamchiga erisholmaysizlar. Hud surasi 113-oyat. Ya'ni zolimlarga yordam qilmanglar, ularga tayanmanglar. Ular orqali izzat tepishni o'ylamanglar va ularning yo'lini yaxshi sanamanglar. Agar bunday qilsanglar, bu sizlarning ularning qilayotgan ishlariga rozi bo'lganliklaringizni bildiradi. Agar shunday qilsanglar, do'zax azobiga duchor bo'lasizlar va sizlarni Allohning azobidan qutuldiradigan hech yordamchi topolmaysizlar. 7. Hayvonni qiynash. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir ayol bir mushukni o'lguchi qamab qo'yganlik uchun do'zaxda azoblangan. So'lab qo'ygandan keyin ya uninga yemak suv bermagan, ya yerdagi hasharotlarni yeyish uchun qo'yib o'tmagan degan. Demak, bu ayol mushukni so'lab qo'yib tamoqni bermay, zaminning hasharotlaridan yegilib qo'ymagan edi. 8. Yerim yalang'och ayollar va boshqalarni uradigan odamlar. Chakana kiyimlarni kiyish va avratlarni yopmaslik buzuqchilikning tarqalishiga olib boradi. Shuning uchun Alloh taolo avratlarni yepishga va iffatli bo'lishga buyurgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yerim yalang'och kiyingan ayollarning do'zaxi bo'lganligi va boshqalarga aziyat yetkazib, ularni tayoq va qamchilar bilan uradigan zolimlarning do'zaxi bo'lganligidan xabar berib aytdiki, ikki turli do'zaxi odamlar bor. Ularni taqi ko'rib boqmadim. Biri qo'llaridagi kallaning quyruqidek qamchilar bilan kishilarni uradigan odamlar. Yana biri yerim yalang'och kiyingan, o'zlarini ezib, boshqalarni azdiradigan, boshlari tugining singayan lokisidek ayollar bo'lib, ular jannatga kirolmaydi. Jannatning hidini ko'ray olmaydi. Halbuki jannatning hidi munchilik yiroq musofadami purab turdi. Bu hadisda tilga ilingan boshqalarni urish bo'lsa, boshqalarni nahaq urishni ko'rsatadi. Ammo xatolik o'tkazganlarni jazolash uchun urish va shar'iy jazoni ijro qilish uchun urish degandek haqli urishlar bo'lsa, cheklanmaydi. Xuddi Alloh taolo bu oyatda aytgandek: Zina qilguvchi ayol va zina qilguvchi erning har birini 100 darradan uringlar. Nur surasi 2-oyat. 9. O'zini o'ldirib olish. Bir canni nahaq o'ldirish eng cho'ng gunohlarning qatoridandir. Hattoki bir inson o'zini o'ldirib olgan bo'lsa, o'zini qaysi shaklda o'ldirib olgan bo'lishidan qat'iy nazar cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, kimki o'zini tog'dan tashlab o'lib oladigan, u jahannam o'tidadir. Uningga mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi bo'lib ta abadgacha tashlanadi. Kimki zahar o'tlab o'lib olgan bo'lsa, zahri qo'lida bo'ladi. Uni jahannam o'tida mangu qoldirilg'uchi bo'lib ta abadgacha o'tlaydi. Kimki o'ziga tig' tiqib o'zini o'ldiradigan, tig'i qo'lida bo'ladi. U tig' jahannam o'tida mangu qoldirilg'uchi bo'lib ta abadgacha uningga tiqiladi. 10. Ilm talab qilishda ixlos qilmaslik. Ixlos qilish va sunnatga ergashish amallarning qabul bo'lishining asl shartidir. Ilm talab qilish eng afzal salih amallarning qatoridan bo'lib, u anbiyalarning qoldirgan marasi va mu'minlarning to'g'ri yo'lda menishining asosidir. Ilm, ixlos qilish va niyatning durust bo'lishi bilan ziyoda bo'ladi. Kimki riyo qilsa va nam-obro'y tepishni o'ylagan bo'lsa, ziyon tortadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki Alloh roziligi uchun talab qilinadigan ilmni dunyolik biror g'araz uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning hidini ko'ray olmaydi degan. 11. Oltin kumush qochilarda bir narsa ichish. Alloh taolo bizga pok narsalarni muboh qildi va zamindagi hamma narsalarni biz uchun yaratdi. Oltin kumush qochilardan boshqa har qanday qochilardan ichimlik ichish durust bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam
oltin kumush qochida ichgan odam amaliyotda qo'rsqig'a do'zax o'tini gupildatib ichayotgan bo'ladi degan. 12. Kibr. Kibr mag'rurlanish, boshqalarni haqoratlash, ko'zga ilmaslik va zanglik qilishni ko'rsatadi. Kibr nurg'un insonlarni boshqalarning haqlarini e'tirof qilishidan to'sdi. Mu'minlarga aziyat berishga, ulardan uzr turmaslikqa va sil-rahim qilmaslikqa ilib bordi. Yana ba'zida kibr insonni umumiy musulmonlar va kambag'allar bilan qistilishib qolishdan qochib, masjidda jamoat bilan namoz o'qishni tark etishga ilib bordi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh azza va jalladan so'zlab bergan bir hadis qudusida aytadi: Kibr va ulug'liq mening xos sifatlarim bo'lib, kimki uningdan birini mendan talashadi ekan, uni do'zaxga tashlayman. Kimki menga bir g'arich yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Kimki menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'ulach yaqinlashaman. Kimki menga mengib kelsa, men uningga yugurib kelaman. Kimki menga yugurib kelsa, men uningga texmi tiz baraman. Kimki meni ichida yad etsa, menmi uni ichimda yad etaman. Kimki meni bir jamoat bar yerda yad etsa, men uni uningdan ko'proq va yaxshiroq jamoat bar yerda yad etaman. Haqiqat. Kimki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigadir. Kimki yomon ish qiladigan ziyinimi o'zigadir. Fussilat surasi 46-oyat. Do'zaxdan eng oxirida najot topadigan inson. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunidagi bo'ladigan ishlardan xabar berdi. Mümin odam bu hadislarni o'qisa, amallarni ko'p qiladi va yomon ishlarni tark etadi. Buning qatoridan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning do'zaxdan eng oxirida najot topib, jannatga kiradigan odam haqida bergan xabaridir. Ondaqda u kishi to'g'riliq kelgan xabar qaysi? U do'zaxdan qandoq najot topadi? Uning jannatda erishadigan ne'mati nima? Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zining havoyi havasi bilan so'zlamaydi. Ashablar u zotdan savol so'rab turadi. U zot bo'lsa bu savollarga javob beradi. Bu savollarning qatoridan ashablarning u zotdan mu'minlarning jannatda Parvardigorini ko'radiganlik haqida so'ragan savolidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, kishilar: "Ya Rasululloh, qiyomat kuni Rabbimizni ko'ramdiq" deb so'raydi. Rasululloh: "To'lin ayni bulusiz osmonda ko'rishdan gumonlanamsizlar" dedi. Ular: "Gumonlanmaymiz ya Rasululloh" deyishdi. Rasululloh: "Bulusiz osmonda kunni ko'rishdan gumonlanamsizlar" deb so'raydi. Ular: "Yo'q" deyishdi. Rasululloh mundoq dedi: "Rabbinglarni qiyomat kuni ashundoq aniq ko'rsalar. Alloh xaloyiqni to'plab, kim nimaga ibodat qilgan bo'lsa, shuningga ergashsin" deydi. Quyoshga ibodat qilganlar quyoshga, oyga ibodat qilganlar oyga, butlarga ibodat qilganlar butlarga ergashib mangadi. Mushu ummatlar orasidagi munofiqlar bilan birga qoladi. Bu chaqda Alloh ularning qashig'a ular tonimaydigan suratda kelib, "Men sizlarning Rabbinglar bo'laman" desa, ular "Sening sharringdan saqlanish uchun Allohdan panohlik tilaymiz. Toki Rabbimiz bizning oldimizga kelganga qadar mushu joyimizda turamiz. Rabbimiz kelsa, uni biz toniymiz" deydi. Shuning bilan Alloh ularga ular toniydigan suratda kelib, "Men sizlarning Rabbinglar" desa, ular Allohni tonib, "Sen bizning Rabbimiz" deb Allohga ergashib mengishadi. Do'zaxning ko'rigi silindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zini davomlashtirib, shunday qilib, anbiyalarning orasidan ummatini elib eng oldida sirat ko'rigidan o'tadigan kishi men bo'laman. Anbiyalarning duolari "Ey Alloh, amon qilgin" degandan iborat bo'ladi. Do'zaxda Sa'danning tikinidek qarmoqlar bor. Sizlar Sa'danning tikinini ko'rmaganmidinglar deganida sahobalar "Ha, ko'rgan" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedi. Lekin uning naqadar cho'nligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Qarmoqlar kishilarni qilmishlariga qarab qamab oladi. Ulardan qilmishlari tufaylidan halok qilinganlari, yana ulardan qichining danasidek chechib o'tilgandan keyin ondan qutulganlarmi bo'ladi. Oxiri Alloh taolo bandalari o'ttirdi hukm qilib bo'lib, do'zax ahli ishidan la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qdir deb guvohlik berganlardan xohlagan kishilarni do'zaxdan chiqarmoqchi bo'lsa, farishtalarni ularni elib chiqishga buyuradi. Farishtalar ularni peshonalaridagi sajda izlaridan toniydi. Allah do'zaxqa odam bolasidagi sajdaning izini ko'ydirishni harom qilayotgan bo'lib, shunda qilib farishtalar ularni ko'yib qardab ketgan holatda elib chiqsa, ularning usti beshiga hayotlik suvi deb ataladigan suv qo'yiladi. Shuning bilan ularning a'zolari xuddi kelkunning latqinlarda uruq o'nib chiqqandek tiz o'nib chiqadi. U chaqda jannat bilan do'zaxning orasida do'zax tarafga yuzlanib turgan bir odam qilib: "Ey Rabbim, do'zaxning shamolat dimimni siqibatdi, yalquni meni ko'ydiribdi. Şoňa yüzümni do'zaxdan borab qo'ysang" deb duo qilaverdi. Alloh uningga "Bu talabing o'rindalsa, balkim boshqani so'rarsan" desa, u odam "Yo'q,
haqqi hurmating bilan qasam qilamanki, hargizmi boshqani so'ramayman deb Allohga nurg'un va'da qasamlarni berdi. Shuning bilan uning yuzini boshqa tarafga bo'rab qo'ydi. Andan keyin u: "Ey Rabbim, meni jannatning darvozasiga yaqinlashtirib qo'ysang" deydi. Alloh: "Hargizmi boshqani so'ramayman deb turib olgan emasmiding? Voy esit sana odam bolasi. Sen nima degan so'zida turmas ha desa, u duo qilaverdi. Alloh uningga: "Sana bu talvoni o'rindab bersam, balkim boshqani so'rarsan" desa, u odam: "Yo'q, haq hurmating bilan qasam qilamanki, hargizmi boshqani so'rmayman" deb boshqani so'rmaydiganligiga Allohga nurg'un va'da qasamlarni berdi. Shuning bilan Alloh uni jannatning darvozasiga yaqinlashtirib qo'ydi. U uningdagi ne'matlarni ko'rib, xili vaqtgacha chidab jim turdi. Andan: "Ey Rabbim, meni jannatga kirgizgin" deydi. Alloh: "Hargizmi boshqani so'rmayman deb turib olgan emasmiding? Voy esit sana odam bolasi. Sen nima degan so'zida turmas ha desa, u: "Ey Rabbim, meni sening eng shaqi bandan qilmag'aysan" deb duo qilaversa, oxiri Alloh uning holidan kulib ketadi. Uningdan kulgunida uningga jannatga kirishga ijozat qilinadi. Uningga kirganida uningga ma'unundan arzu qilgan deyiladi. U arzu qiladi. Andan uningga ma'unundan arzu qilgan deyiladi. U arzu qiladi. Oxiri uning arzu armonlari tugab qolganda Alloh taolo uningga: "Bu aytgan hamma arzu armonlaring sening bo'lsin. Yana uning bilan bir hassi billa bo'lsin" deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: "Mushu odam jannat ahlining eng oxirida kirdiganidir" dedi. Do'zaxga kirib, andan yana do'zaxdan chiqadigan insonlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, kimdikim qalbida yaxshilikdan arpichoqliq bo'lgan holatda la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir deganli bo'lsa, do'zaxdan chiqib ketadi. Kimiki qalbida yaxshilikdan bug'doychaqliq bo'lgan holatda la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir deganli bo'lsa, do'zaxdan chiqib ketadi. Kimki qalbida yaxshilikdan zarrachaqliq bo'lgan holatda la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'qdir deganli bo'lsa, do'zaxdan chiqib ketadi. Bu hadisning ma'nosi Alloh taolo rahmati va karmi bilan Allohni bir deb tonigan bandalarni do'zaxdan chiqaradi. Agar uning qalbidagi iymon bug'doychilik, arpichilik va qunoqchilik bo'lsa-mu do'zaxdan chiqadi. Allohdan bizni do'zaxdan saqlashini va bizni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shafoatidan mahrum qilmasligini so'raymiz. Amin. Do'zaxda mangu qoladiganlar. Do'zaxdan chiqmay va yo'qab ketmay, do'zaxda mangu qoladigan do'zax ahli bo'lsa, kuffarlar va mushriklardir. Haq Taala aytadi: "Kafirlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmaslik uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmi yeniklatilmaydi. Kufrda haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz." Fatir surasi 36-oyat. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Baqara surasi 39-oyat. Ishonish. Bandaning Allohning qudratiga ishonishi va mag'firati va rahmatining kengligini bilishi uning Allohga yelinib ko'p duo qilishiga turtki bo'ladi. Jannat ahli bilan do'zax ahli orasidagi chaqirishlar. Mu'minlar jannatga kirib, jannatning ne'matlarining ichida qaror topib, jannatning sharoblaridan va hasanlardan ichib va jannatda Allohning jamoliga qaragan chaqda va do'zax ahlimi do'zaxga kirib, do'zaxda azoblanib, do'zaxning ochiq zaqqum ichimliklaridan ichgan chaqda jannat ahli bilan do'zax ahlining o'ttirisida o'zaro chaqirishlar va suhbatlar bo'ladi. Undaqda bu suhbatlar nima? Har bir guruhning ahvoli qandoq bo'ladi? Bu suhbatlar qandoq oxirlashadi? Alloh taolo mu'minlarga ular uchun jannatda ko'ngillar tartgan, ko'zlari ko'rib huzurlanadigan va ko'ngillarida nemini o'ylasa shu bo'ladigan ne'matlarning borligi bilan va'da qildi. Jannatda ularga ato qilinadigan ne'matning katta bo'lganligining jumlasidan ularning dunyoda ularni masxara qilgan, nodonlikqa nisbat bergan va turli aziyatlarni bergan insonlarni do'zaxda ko'rib ko'ngillarining taskin tepishidir. Demak, oxiratda jannat ahli do'zax ahlining azobini ko'rdi va ular bilan ularni xarq qilish uchun so'zlashadi. Birinchi nido. Bu jannat ahli jannatdagi ne'matlarni tetib va Alloh ularga va'da qilgan ishlarning hammasining haq ekanligini bilgandan keyin do'zax ahliga qiladigan nidodir. Demak, jannat haqdir, do'zax haqdir. Ne'mat va azob haqdir. Jannatdagilar o'zaro bir-biridan dunyodagi chaqda jannat va do'zaxni inkor qiladigan va yomon ishlardan o'zini tortmay, yaxshi ishlarni qilishga qiziqmay, xotirjam turmushda yashagan insonlarning holi haqida so'rashadi. Jannat ahli do'zax ahliga nido qilib mundaq deydi: "Ahli do'zaxqa: biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik.
Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi. Zalimlarga Allohning lanti bo'lsin. Zalimlar kishilarni Allohning dag'dam yo'lidan to'sidi. Uning agri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. A'raf surasi 44-45 oyatlar. Do'zax ahli o'z ara la'nat qilib varqiraydi, lekin ularga bu la'nat qilishish manfaat qilmaydi. Ikkinchi nida. Bu A'raf ahlining jannat ahliga qiladigan nidasidir. A'raf ahli yaxshi amallari bilan qilmishlari barobar bo'lib qolganlar bo'lib, jannat bilan do'zaxning o'ttirisida turadi. Jannatgami, do'zaxgami kirmaydi. A'raf ahli jannat ahlini ularning nuroniligi va go'zalligiga qarab taniydi. Do'zax ahlini bo'lsa, ularning qop-qora sifatlariga qarab taniydi. A'raf ahli jannat ahlini chaqirgan, ularga salom qilgan holda nido qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'rafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. A'raf surasi 46-oyat. 3-nido. Bu A'raf ahlining do'zax ahliga qiladigan nidosidir. A'raf ahli do'zax ahliga qarab, ularning tortayotgan azobini, hasrat chekayotganliklarini, qonlarning eqib, terilarning erib ketganligini va qattiq varqirayotganliklarini ko'rgandan keyin Parvardigoriga o'zlarini ashu zolimlar bilan qilib qo'ymaslik uchun duo qiladi. Andan A'raf ahli do'zax ahliga malomat qilib, sizlarning yomon ishlarni qilish uchun yig'ilganliginglar va mollaringlar, mansablaringlar bilan takabburlik qilganliginglar sizlarga nimaga asqatdi, nimaga manfaat qildi? Mana hozir sizlar do'zaxning azobida bir yerga yig'ilibsizlar deydi. Alloh taolo aytadi. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. A'rafdagilar, ya'ni yaxshiliklar bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatmi emas, do'zaxdimi emas kishilar simosidan taniydigan do'zaxiy odamlarga to'plagan pul-mollaringlar va takabburliginglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'laydi. A'rafdagilar do'zaxiylarga mu'minlarning fikrlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. A'raf surasi 47-oyatdan 49-oyatlargacha. 4-nido. Bu hasrat nidosi bo'lib, do'zax ahlining qattiq haroratli qaynoq suvdan ichib, zaqqumdan bir yutumdan ichib, ichinishlik yig'ilgan holda qiladigan nidosidir. Ular jannat ahliga suv va yaxshi rizq so'rab nido qiladi. Jannat ahli ularga sizlar xor bo'linglar, chunki sizlar dinni o'yin tomoshaga va hayotning mezoniga aylantirib olgan, oxiratni inkor qilgan va Allohga muloqot bo'lishni unutgan edinglar. Bugun sizlar ziyon tortquchi qavmsizlar deb javob qaytardi. Ahli do'zax ahli jannatga suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz qo'yib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarni masxara va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldida. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutmaymiz, ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. A'raf surasi 50-51-oyatlar. Yana bir qarashda mundaq deyilgan. Bu suhbatlar jannat ahli pilsiratdan o'tib, do'zaxdan nijot topgandan keyin bo'ladi. Ular bu vaqtda do'zax ahliga burilib, ular bilan so'zlashadi. Allohdan bizni azg'unlik va fitnalardan saqlashini va bizning gunohlarimizni mag'firat qilishini va bizga rahim qilishini so'raymiz. Amin. Umid. Ahli do'zax ahli jannatga suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz qo'yib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. A'raf surasi 50-oyat. Ey Alloh, bizga rahim qilgan. Qiyomat kuni iblisning borar joyi. Iblis azg'unlikning beshi, solihlarning dushmani va gunohkorlarning yordamchisidir. Kimki uninga itoat qilsa halok bo'ladi, uninga osilik qilsa najot topadi. Undaqda shayton kim? Uning vaqaligi qandaq? Qiyomat kunidagi shaytonning nutqi qandaq? U agashkuchilarga nima deydi? Shayton degan ism Qur'onda 88 qatam takrorlangan. Bundaq bo'lishi uning xatarini bildirish, insonlarga bo'lgan o'chmanligini bayon qilish, uninga itoat qilishdan ogohlantirish va uning suiqasdlarini bitchit qilish uchundir.
Qiyomat kuni shaytonning ahvoli bak xarob bo'ladi. Alloh bizga shaytonning hiyla mikrlaridan xabar berdi va bizga uni dushman tutishni buyurib mundoq dedi. Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqiradi. Fatir surasi 6-oyat. Anbiyalarmi avlodlarga bu vaqtda vasiyat qilgan. Yaqub alayhisalom o'g'li Yusuf alayhisalomga shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir degan. Yusuf surasi 5-oyat. Shaytonning vaqaligining 5. Shayton jinning jumlasidandir. Jin insondan ilgari zaminda bor edi. Ular zaminda buzg'unchilik qilib qon to'kdi. Shuning bilan Alloh ularga farishtalar qo'shinini avatdi. Farishtalar ularni urib, dengizlarning orollariga haydavatdi va iblisni asir oldi. Iblis taqvolik izhor qilib, farishtalar bilan birga ibodat qildi. Alloh taolo farishtalarni va iblisni Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurgan chaqda, farishtalarning hammasi sajda qildi. Faqat iblislar takabburlik qilib sajda qilishdan bosh tortdi va "Sen laydan yaratganiga sajda qilamdaman" dedi. Isro surasi 61-oyat. Shuning bilan Alloh taolo iblisga la'nat qildi va uni rahmatidan qo'g'ladi. Iblis bo'lsa qilgan xatoligiga tavba istig'for aytib, Rabbidan gunohini kechirishni tilamadi. Balki Adam alayhisalomga va uning bolalariga o'chmanlik qildi va insonlarga buzg'unchilik qilib, ularni Allohga ibodat qilishdan yiroq qilish uchun tahdid solishga boshladi. Alloh taolo buni bayon qilib aytadi: Shubhasizki biz sizlarni yaratdik. Andan sizlarni shaklga kirgizdik. Andan farishtalarga sizlar Adamga hurmat bildirish yusidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilg'uvchilardan bo'lmadi. Alloh iblisga seni sajda qilishga buyurgan chaqimda nemishqa sajda qilmading dedi. Iblis men uningdan ortiq, meni o'tdan, uni laydan yaratding dedi. Alloh iblisga aytdi: Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerdan o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol, sen haqiqatan pastkashlardansan. Iblis menga kishilar qayta tirildiriladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergan dedi. Alloh sana muhlat beriladi dedi. Iblis aytdi: Sening meni azdurganligingdan ular, ya'ni Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltiraman. Andan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngidan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qilguvchilar emasligini ko'rasan. Alloh aytdi: Jannatdan ayiblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana agashganlarni qo'shib, hammalari bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. Araf surasi 11-oyatdan 18-oyatlargacha. Demak, iblis Adam alayhissalomga hiyla qilib, u va ayoli Havvoning jannatdan chiqarilishiga sababchi bo'ldi. Uningdan keyin Adam alayhissalomning bolalarining jannatdan chiqarilishiga sababchi bo'ldi. U davomli kuchining yetishicha insonlarga buzg'unchilik qilib ozdirib kelmoqda. Shaytonni dushman tutishimiz. Shuning uchun Alloh taolo bizga shaytonni dushman tutishimizni va uningga qarshi ish qilishimizni vojib qildi va bizni shaytonga itoat qilishdan ogohlantirdi. Alloh taolo aytadi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Fatir surasi 6-oyat. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey Adam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Yasin surasi 60-61-oyatlar. Shaytonni yaratishdagi hikmat. Yaxshilik va yomonlik hammasini Alloh yaratgan bo'lib, Alloh bu ikki yo'lni insonlarga bayon qilib berdi. Alloh taolo aytadi: Ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufr va fisq fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Shams surasi 7-oyatdan 10-oyatlargacha. Kimki kufrda, gunohda chekidan oshadigan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'radigan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Parvardigorining oldida so'roqqa tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafs xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Naziat surasi 37-oyatdan 41-oyatlargacha. Iblismi insonlarni ogohlantirib, ularni ozdirdiganligini jakarlab Rabbiga degan edi: Menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumi? Agar menga qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yiltizdan quritib etaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman. Isro surasi 62-oyat. Bu oyatdan xuddi shaytonning mundoq deganligini tushunamiz.
Sen hürmetlep bizni secde qilishimizga buyurgan bu inson cho'qim ziminda buzg'unchilik qiladi va nahaq qon to'kadi. Ey Rabbim, menga muhlat bergin. Men ularga vasvas qilib bu nuqtani isbotlayman. Allah Taalaning iblisning talabini qabul qilmay, uni darhol do'zaxga tashlab o'tishi mumkin edi. Lekin Allohning hikmati insonlarning iymonini sinash uchun shaytonni darhol do'zaxga tashlamaslikni taqozo qildi. Shuning bilan iblisga muhlat berdi. Bu vaqtda Alloh Taala deganki, shayton sizlarni fiqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga, ya'ni baxillikqa, zakot bermaslikka buyuradi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Baqara surasi 268-oyat. Alloh taolaning bandalariga rahmat qilganligi. Alloh taolaning saxiyligining jumlasidan u zotning rahmati kengridir, nihoyat mag'firat qilguvchi va marhamatlikdir. U zot tavba qilguvchilarni va o'zi tarafga qaytuvchilarni yaxshi ko'radi. Agar shayton insonga 100 qatim vasvas qilsa-mo, bir yaxshi amal u xatoliklarning hammasini yo'yib etadi. Alloh taolo har qanday kishini ogohlantirmasdan azoblamaydi. Haq taolo aytadi: Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isro surasi 15-oyat. Shaytonning qadamlari. Shayton Alloh taolaning bandalarini azdirish uchun tadrijiy harakat qiladi. Ularga bir gunoh ishni qilsa, yana uningdan cho'ngroq gunohni qilish uchun vasvasa qiladi. Oxirida oqibati do'zax bo'ladigan Allohga sherik keltirish gunohiga elib boradi. Haq taolo aytadi: Shaytonning yo'llariga ergashmanglar, chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Baqara surasi 168-oyat. Ey mu'minlar, shaytonning kayniga kirmanglar. Kimki shaytonning kayniga kiradi ekan, shayton uni qabih so'z harakatlariga, yomon ishlarga buyuradi. Nur surasi 21-oyat. Parvardigorimiz Alloh taolaning kalomidan ochiq bayon bormi? Shundoq bo'lsa-mo, yana nurg'un insonlar shaytonning kayniga kirib, uninga itoat qiladi. Iblisning kursisi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga xabar berdiki, iblis kursisini suvning ustiga qo'ydi. Andan shaytonlardan bo'lgan qo'shinlarni, insonlarni azdirish va ularning orasida fitna tug'dirish uchun avatadi. U o'zining qo'mondonlik markazida turib, yordamchilarni boshqardi. U eng ko'p fitna tug'dirgan shaytonni o'ziga eng yaqin qiladi va cho'ng fitnalarni vujudga chiqarganlarni mukofotlaydi. Ularning biri kelib, "Men mundaq ishlarni qildim" deydi. Iblis uningga "Sen hech qilmabsan" deydi. Andan yana birisi kelib, "Men mundaq ishlarni qildim" deydi. Iblis uningga "Sen hech ish qilmabsan" deydi. Andan yana birisi kelib, "Men uni bo'sh qo'yib oxir uni ayolidan ayirib etdim" deydi. Shuning bilan iblis uni o'ziga yaqin qiladi va "Sen yaxshi qilibsan" deydi. Demak, inson barliq husumat, ixtilof va g'azablarning hammasining aslisi shaytondan bo'lganligini bilishi, Allohga sig'inib, uning sharridan panohlik tilishi va uning hilasidan hazar elish kerak. Shaytonning qo'shuni. Shaytonga va uning qo'shuniga ergashish oqibatda do'zaxga olib boradi. Alloh taolo shayton haqida aytadi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining ta'valarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqiradi. Fatir surasi 6-oyat. Ular shaytonning qo'shunidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchilardir. Mujodala surasi 19-oyat. Iblis o'tdan yaratilgan tursa, do'zaxda qanday azoblanadi? Shayton aslida o'tdan yaratilgan bo'lsa-mo, lekin u hozir o't emas. Xuddi insonlar laydan yaratilgan bo'lsa-mo, hozir lay bo'lmagandek, inson lay bilan azoblanishi mumkin bo'ladi. Agar inson layga petib ketsa, tunchuqib o'lib qoladi. Agar lay bilan urilsa, og'riqni tortadi. Ba'zida quruq lay bilan urilsa, o'lib qolishi mumkin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotdi. Shayton u zotga aziyat yetkazish uchun yeniga keldi. U zot Allohga sig'inib sendan panohlik tilayman dedi. Andan Allohning la'nati bilan sana la'nat qilaman deb 3 qatim dedi va xuddi bir narsani olganda qo'lini yaydi. U zot namozdan farigʼ bo'lgan chog'da ashablar: "Ey Rasululloh, namozda bir narsa deganliklarini angladik. Bundan ilgari undaq deganliklarini anglamagan edik va qo'llarini yayganliklarini ko'rdik" degan edi. U zot Allohning dushmani iblis yuzimga tashlash uchun bir parcha cho'g'ni elib kelgan edi. Men Allohga sig'inib sendan panohlik tilayman. Allohga sig'inib sendan panohlik tilayman. Allohga sig'inib sendan panohlik tilayman dedi. Andan Allohning to'liq la'nati bilan sana la'nat qilaman. Allohning to'liq la'nati bilan sana la'nat qilaman. Allohning to'liq la'nati bilan sana la'nat qilaman dedim. U keyniga chekinmadi. Andan Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni qo'li bilan tutib tunjoqtirdi. O zot dedi: "Hattoki qo'limning ustida uning tilining so'g'uqligini his qildim. Agar qarindishim Sulaymonning duosi bo'lmagan bo'lsa,
kishilarning uni ko'rish uchun bog'liqlik holati turgan bo'ladi. Buningdan shu narsa aniq bo'ldiki, jin va shaytonlar hozir o't emasdir. Agar ular hozir o't bo'lgan bo'lsa edi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'lida shaytonning tilining so'g'uqligini his qilmagan bo'ladi. Shuningdek, u hozir o't bo'lgan bo'lsa edi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kishilarning ko'rishi uchun uni masjidning to'rikiga qandoqmi bog'lasin? Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan shayton insonning qon tomirlarida oqadi degan. Agar shayton hozir o't bo'lgan bo'lsa, shayton insonning ichida bo'lg'achqa inson kuyib ketsa bo'ladi. Shaytonning nutqi. Ish bitib dunyo oxirlashgan, tarozi tiklangan, nomi amallar tarqitilib, o'ng qo'l egallarimi, so'l qo'l egallarimi nomi amallarni olgan, Parvardigorimiz xaloyiqlarning orasini ayirish uchun kelgan, har bir odam nomi amalidagi amalga qarata natijaga erishgan va jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga ayrilgan chaqda shayton o'rnidan turib do'zax ahliga nutq so'zlaydi. U nima deydi? Alloh taolo buni bayon qilib aytadi. Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatiylar bilan do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Allah haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, osiylik qilg'uvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirildirish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim, va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'ida hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim azobga duchor bo'ladi, deydi. İbrahim surasi 22-oyat. Shundoq, shayton uninga ergashganlarga meni ayblamanglar deydi. Bu ajablanarli ishdir. Undaqda ular kimni ayblash kerak? Ularni yomon ishlarga chaqirgan kim? Nahaq qon to'kishga kuch ko'rtgan kim? Ularga haromni zinnatlagan va ularni gunoh ma'siyatlarga qiziqtirgan kim? Buning javobi o'zinglarni ayblanglar degandan iboratdir. Andin shaytonning bu nutqida do'zax ahliga hasrat va alamni ziyoda qiladigan, shaytonning haqiqati ayon bo'ladigan va shayton o'z ergashuvchilaridan ado-judo bo'ladigan bir ko'rinish bor. Shayton ularga men sizlarning burun meni ibodatda Allohga sherik qilganliklaringizni e'tirof qilmayman deydi. Ya'ni sizlarning menga itoat qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Bugun sizlarga faqat yaxshi amallaringlarni asqatadi. Andin shayton ularga natijadan xabar berib, shubhisizki zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Xitob mushundoq oxirlashadi. Bu kofirlarning boshlig'i va gunohkorlarning qo'mondoni bo'lgan shaytonning ahvolidir. Xiyonat. Iblis o'z ergashuvchilariga vafosiz bo'lg'achqa ularga la'nat qiladi va ulardan ado-judo bo'ladi. Doktor Muhammad al-Arifi, Sanjiya Islom tadqiqot markazi.